Zika 007 Performance Sultanov mashinasini bugun sotamiz. 1 yil oldin sotgandim, jigar. 39 mingga oluvdim. Endi 36 ming yurib qo'yibdilar. 12-oy 2023-yil. Navrot qilganlar endi. Brone plyonka, tonirovka, rusifikatsiya. Gazetda 3 ming xarajat qildingizmi? 3 mingdan sal oshdi. Balonlar ham yangi qo'yibsiz. Balon yangi, 4 ta yangi balon. Kapotida petnosi bor, lekin o'zim septirganman. Mana mashincha joyida. Endi jigar nech pul qilib berasiz bu mashinani? Uzog'i taqalgani to'g'risi mana 1 oy oldin 37 mingga bermadim. To'g'risi 37 mingga bermadim. Hozir bersam jigar 36 900 ga maksimum $100 o'tib beraman. 36 500 o'zim yog'ini gaplashib qo'yaman bu bola bilan. Xullas, okalar kerak bo'lsa, tayyor turibdi. 36 500 ga baraka qorsangiz bo'ladi. 36 500 kam. Zo'r. Oka, $400 ga qaramang. Boshqa mashinaga pulim yetmaydi. Yetadi. $400 oka Xudo yetkazadi. 36 500 ga baraka qilib qo'ydim, bosib olsangiz bo'ladi. Bir sim o'tmayman lekin. O'zingiz bilasiz oka.